Meditasyon, yoga va gipnoz qatorliqlarining hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Psixologiyalik davolashda dard alamni yengillatish, og'riqni pasaytish, tunjuqqan his-tuyg'ularni o'ttirg'a chiqarish va nafs bilan uyg'unlashish degandek maqsadlarda meditasyon, yoga va gipnoz qatorliq ishlar elib berilyotidi. Bularning hukmi nima? Aqidamizga bevosita ta'siri bormi? Bu ishlarga qatnashish to'g'rimi, xatomi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Meditasyon yoki meditation umuman zihniy sagaklik, diqqatni yig'ish, charchashni yengillatib, ongni chiniqtirish qatorliq maqsadlarda chunqur o'ylanish va fikr yurgizish gimnastikasidan iborat deyishga bo'ladi. Ayrim ilmiy tadqiqotlar meditasyon, ya'ni chunqur o'ylanish gimnastikasining dard alam, ich siqilish va og'riqni yengillatishdak ba'zi bir foydalarining borligiga ishora qilsa-mu, ba'zi bir tadqiqotlar bu turli usullarning yanada dora, tantarbiya va boshqa davolash usullaridan alohida afzal deydigan paketning yo'qligini, hatto charchash va boshqa turli ziyonli yan ta'sirlarning borligini ta'kidlaydi. Meditasyon, ya'ni chunqur o'ylanish o'z ichida mantra, mindfulness, yoga, tayji va yalgumpisi qatorliqlarga ayriladi. Meditasyon turlarining har birining o'z oldiga falsafasi, usul qoidalari bo'lib, umuman meditasyon bilan shug'ullanuvchi zehniga ma'lum bir narsani keltirib, butun diqqatini shunaqa markazlashtirgan vaqtida ko'zi tasavvuridagi suratdan boshqa atrofdagi hech qanday narsani ko'rmaydigan holga keladi. Buni jimjit, yo'riqliq va issiqliq nihoyatda normal va tabiiy muhitda havosi sap joyda tik o'ltirib ritmli holda cho'nqur va oston nafas olish bilan qiladi. Lekin buning shar'iy hukmiga kelsak, cho'nqur o'ylanish deganimiz tafakkur qilish va fikr yurgizishdan iborat bo'lib, cho'nqur o'ylanishning o'zi to'g'ri bir ish bo'lsa-mu, biroq buningda masala kufr va shirik e'tiqodga berib taqaladi. Chunki meditasyon turidagi chunqur o'ylanish va tafakkur qilish ma'lum vaqt, ma'lum holatda olib beriladigan butparastlarning diniy ibodatiga chetiladi. Qandaq deganda, Brahmanizm bilan Buddizm e'tiqodida chunqur o'ylanish talab qilinadigan yoga qatori chiniqishlar orqali dunyoviy bo'lgan jimiy narsalardan yalang'ochlanib, Xudo yoki jahonshumul ruh bilan birlashgan bo'ladi. Buning bilan ruhlar aram topadi va tafakkur usuli taraqqiy qilgan bo'ladi. Mana bular azg'urliq va kufr e'tiqoddir. Mazkur dinlarda yoga gimnastikasi bir xil ibodat shakli bo'lib, u faqat chunqur o'ylanish bilan cheklanib qolmaydi. Masalan, sahih hadislarda sajda qilish cheklangan kun chiqayotgan vaqtda quyoshga 8 a'zo bilan sajda qilish yoki salom berish, ma'lum iboralarni xuddi zikr qilgandek takrorlayverish, ma'lum tariqada 10 xil o'ltirish va hokazolar. Yogani haliqi shirik va butparast zikr, sajda salom va shu qatori amallardan tozalab elib berish bo'lsa, o'ziga taalluq qoida va tartibga zid kelib, chunqur o'ylanishning falsafasiga xilof bo'ladi va guru yoki brahmanlar nazaridagi meditasyon, ya'ni chunqur o'ylanish bo'lmay qoladi-da, uningdan ko'zlangan unum hosil bo'lmaydi. Shug'ullanuvchi faqatla ba'zi bir bema'ni harakatlar bilan mashg'ul bo'lg'uchi bo'ladi xolos. Bu xil chiniqish usuli ashundoq azg'urliq va xurofotlik ustiga qurilgan ekan, musulmon kishi uning bilan shug'ullansa qat'iy bo'lmaydi. Hatto uningdagi kufr iboralar o'rniga Qur'on o'qisimi, islomcha zikr qilsimi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu cho'shqa go'shini poklig'i bo'lmaganidek mumkin bo'lmaydigan ish. Musulmonlar faqat erkin ozoda o'ylanish, tafakkur va analiz qilish orqali zehnini, aqlini chiniqtirishi kerak. Ko'ngillarini Qur'on o'qish, Allohni yod etish, halol kirim qilish va bir-biriga haqni tavsiya qilish orqali arom topqizadi. Gipnoz ba'zi bir texnikalarni qo'llanish orqali, sezimlarni g'idaqlash orqali insonni paydo bo'ladigan ideyadagi bir xil tinch va o'zini qo'yayotgan, ang'uvalashadigan psixikalik holat bo'lib, bu ahvoldagi inson uxlamagan, ammo uxlagandek yarim uyqu holatda boshqalarning bergan buyruq ishoratlariga angsiz inkaschan holatining paydo bo'lishini ko'rsatadi. Gipnozlanuvchi gipnoz ustasining ishorasi va ko'rsatmasiga bo'ysunib, mos holda inkas qaytaradi. Ilgirki davrlarda gipnoz, sehr va boshqa harom usullarda elib beriladigan bo'lsa-mu, hozirgi davrda odatdagi ahvolda davolanishni rad qilgan bemorni davolanishni qabul qildirib, burunqi salbiyligidan yandirishdek foydasi bor ilmiy davolash usuliga aylangan.
bu xil davolash ilmiy usul bo'lib, uning o'ziga yarasha usul qoidalari, shundaqla qo'lga keltirgan natijalari bor. Har maslak kasbda yaxshi kasb ahllarining bo'lganidek, intayin oz sonda bo'lsa-mu, nachar tabiatli kasb ahllarining bo'lishini inkor qilish mumkin emas. Yaqinqi yillardan beri televizor va turli taratquv vositalarida gipnoz mahorati ko'z-ko'z qilinishqa, havas qilg'uvchilar nuqul mushu haqida izlanib, gipnoz ilmini xuddi sehrgarlikning bir turiga aylantirib qo'ydi. Gipnoz qiling'uvchi o'z irodasidan mahrum bir holatda qarshi tarafning butun buyruqlariga tamoman bo'ysunish ichida bo'ladigan, suiiste'mol o'ng'ayliqi shakllangan bo'ladi-da, ayrim psixikasi buzuq doktor yoki psixologlar gipnozda ba'zi bir bo'lmag'ur ishlarni sodir qilib, kishi yoki kishilarga ziyonkashlik qilgan ahvollar ko'rilgan. Shunga ba'zi olimlar gipnozning haddidan ziyoda xiyim xatarni ko'zda tutib, harom deb fatvomi berdi. Demak, gipnoz zaruriyati tug'ilganligi kasbiy doktor tarafidan bildirilsa, ishonchli doktor psixologlarning qonunli kasal ko'rish o'rinlarida shar'an mahram, nomahram masalalarga mutlaq rioya qilgan asosda gipnoz bilan davolashga qatnashish joizdir. Alloh eng to'g'risini bilgurchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh.